Bizning keyingi xaridorimiz vodiydan, Qo'qon shahridan mana Hasan akamgili, Abdullajon akamgili bilan birga kelishibdi. To'g'risi Hasan akam kelib turib bizdan avval olgan ekanlar. Endi men bo'lmaganman, o'shancha ham tanimadim, kelib qoldilar-da. Siz yo'qkanglar olgansizda shuni. Kuzlarda kelib olib ketgan ekanlar. Shu qo'ylar juda ham zo'r o'zgargan ekan ko'rib, men shu qatdan olgan bo'lsangiz o'sha joyga bizni olib borasiz deb mana birga kelishdi, xush kelibsizlar. Vodiydan meni oldimga kelib turib qo'y olishliklari men uchun mehnatlaringizni hosil jon ekan bilan mana Hasanboy bilan sekin bizdagi bor qo'ylarni ko'rsatib aylanib yuribmiz. Xudo xolisa qaysi birini olishga ham hayronman deb qoldilar. Endi biz qo'ylarimizga mana hozir sils beryapmiz. Qimmatga aylanib ketadi. Endi agar biz hali bug'doylar jo'xorlar beradigan bo'lsa, bir-biridan asal, bir-biridan go'zal. Xudo xolasa mana bittasini tanlab mana chiqarishdi. Ajoyib ekan. Xudo xolasa mana Qo'qonga boradigan qo'zi qo'chqorlarimiz mana 5 bosh tarozga chiqdi. Beshalasi birgalikda mana 322 kilo vazn ko'rsatyapti. Bularni 95 ming so'mdan 1 kilo tri vaznini gaplashdik. Endi Qo'qondan kelganlari o'sha 20 qilib berdik. Mana shu beshalasini 30 million 300 ming so'mga baraka qildik. Endi qo'yilmagandan keyin shunaqa chegirma bo'ladi-da, ta'msizlar voy demaydi. Kelyapti. Mashinaga shunda ortib yuboriladi. Vodiyga qaytib ketayotgan mashina bor ekan. Ana o'sha mashinani gaplashdik. Baholisi Qo'qonga 500 ming so'mga olib borib beradi. Bahor keldi deb xursand bo'layotdik. Yana qish boshlandi. Mashina ham keldi, xudo xolisa Qo'qonga qo'zi qo'chqorlarimiz hozir yo'l oladi. Elijan bu olib chiqdi. Mana. Bilan arashan chachishgan gibrid. Arashani tozasi qimmat. Bular arashanga o'xshaydi. bu nechi pul bu donasi? Bu 6 million atrofida. $1000 ekan, 10 million emas, $1000. Shunaqa. Qarab turing, tushib ketmasin. To'g'ri, xudo xolisa Qo'qonga qarab olib borib berishadi. Mabodo siz ham agar Qo'qondan bo'ladigan bo'lsangiz, hozir o'tdan qo'y oladigan bo'lsan, qanaqa olib ketaman deydigan bo'lsangiz, mana bolalar xizmatda ekan. Alhamdulillah, Qo'qondan ham xaridorlarimiz kelib, biz hali ham o'ylab o'tiribsizlar. Qatdan olsam ekan deb. Voqega ham qatningizni deyishyapti.